Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizni 11-qismi. Yodingizda bo'lsa kerak, o'tgan darsimizda gap yasash qoidalarini o'rgangandik. Ya'ni arab tilida gaplar ikkiga bo'linishi, ismiy va fe'liy gaplarga bo'linishini o'rgangandik. Bugun darsimiz davomida arabiy jumlalarni o'qiyotgan vaqtdagi ba'zi bir o'zgarishlarni, ya'ni fonetik qoidalarni o'rganamiz. Ya'ni biz talaffuz qilayotgan vaqtimizda o'qiyotgan jihatlardagi o'zgarishlar bor-ku, ana o'shalarni inshaalloh bugun darsimiz davomida o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsni boshladik. Qomarun. Biz buni o'tgandik bu misolimizni. Bu qandaydir bir oy degan edi. Ya'ni bu nakira holatda turibdi. Endi biz buni nima qilamiz? Ostiga arabiy nomlanishni yozib qo'yamiz. Nakira deb. Endi nima uchun biz buni nakira dedik? Chunki oxiridagi turgan dommali tanvin buni nakira ekanligini bildiradi. Bu ismni ma'rifa holatiga o'tkazmoqchi bo'lsak, avvalo oldidan aliflomni olib kelardik. Al mana misol uchun. Endi buni o'zi bilan kifoyalanmasdik, balki nima qilardik? Oxiridagi tanvinni olib tashardik. Bu ismimizning ma'nosi ham o'zgarardi. Oy emas, ma'lum bir oy ma'nosiga o'zgarardi. Bu esa ma'rifalik belgisi, ma'rifalik qoidasi derdik. Endi biz buni o'qiyotgan vaqtimizda oldidan hech qanday harakat kelmasa, al-qamaru derdik. Lekin agar oldidan biror bir harakat kelsa nima qilardik? Biror bir harf turgan bo'lsa yoki biror bir so'z turgan bo'lsa, ana o'sha so'zni harfini, harakatini alifni o'qimasdan turib lomgulab ketardik. Va al-qamaru emas, balki val-qamaru shaklida talaffuz qilardik. Bugun mana shu talaffuzdagi jihatlarni inshaalloh xatolarimiz bo'lsa to'g'rilab olamiz va fonetik bir qoidani o'rganib ketamiz inshaalloh. Shamsun misolini o'qiymiz. Shamsun bu biror bir oy degan ma'noni bildirardi. Bu nakira holatida turibdi. Endi buni nakira ekanligini belgisi nima? Oxiridagi dommali tanvin. Endi biz buni aniq holatga o'tkazmoqchi bo'lsak, avvalo oldidan aliflomni olib kelardik. So'ng kalimani so'ngida turgan dommali tanvinni domma holatiga o'zgartirardik. Va bu ismimiz noaniq holatdan aniq holatga o'zgarardi. Ya'ni nakiralik belgisi chiqib ketib, o'rniga balki ma'rifalik belgisi kirardi. Mana shu o'rinda biz o'qiyotgan vaqtimizda al-shamsu deb talaffuz qiladigan bo'lsak, bu talaffuzimiz qiyinlashadi. Ya'ni biz talaffuz qilayotgan vaqtimizda al-shamsu deb talaffuz qilish bu qiyin. O'zi aslida arab tili juda ham osondir. Buni arablar ham bu kabi talaffuz qilmaydi. Endi biz o'sha qanday talaffuz qilishini inshaalloh o'rganib olsak, talaffuzimizni ham inshaalloh qiynalmasdan talaffuz qilishni bilib olamiz. Ya'ni biz o'qiyotgan vaqtimizda mana shu lomni undan keyin kelayotgan shin harfi bilan birga qo'shilayotgan vaqtida talaffuzi al-shamsu deganda shinni talaffuzi boshqa o'rindan, lomni talaffuzi boshqa o'rindan bo'lganligi uchun lom o'zidan keyingi harfga tashdid bo'lib o'zgaradi. Ya'ni biz talaffuzda lomni o'qimaymizda, balki lomni o'rniga undan keyingi harfga shin harakatini qo'shib talaffuz qilamiz. Ya'ni al-shamsu emas, ash-shamsu shaklida talaffuz qilamiz. Yoki o'zidan oldin biror bir so'z keladigan bo'lsa, vash-shamsu shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Bu mavzuni daftarimizga yozib olaylik. Ya'ni arab tilidagi 28 ta harf talaffuz qilayotgan vaqtimizda ikki xil shaklda talaffuz qilinadi. Qachon ikki xil shaklda talaffuz qilinadi? Biz nimani muhokama qilyapmiz? Biz oldin aliflom qo'shilganda. Ya'ni oldin aliflom qo'shilindi, undan keyin 28 ta harf keladi-yu, ana shu 28 ta harf kelayotgan vaqtda talaffuz qiynalmasligimiz uchun ikki xil shaklda talaffuz qilar ekanmiz. Tushundingizmi? Ya'ni oldin aliflom keldi, biror bir misolni. Ya'ni ma'rifalik belgisi keldi. Biz o'qiyotgan vaqtimizda demak ikki xil qoida asosida o'qir ekanmiz. Biri quyosh harflari shamsiya deyilar ekan, ikkinchisi oy harflari qamariya deyilar ekan. Buni batafsil pastda gaplashamiz inshaalloh. Bu qoidani yaxshiroq tushunib olishimiz uchun 19-sahifada berilgan quyosh harflariga misollarni va oy harflariga misollarni batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, arab tilidagi 28 ta harf teng 2 ga bo'linar ekan va ular oldidan kelayotgan aliflomga qarab ikki xil shaklda talaffuz qilar ekan. Bular nima uchun? Bu talaffuzimizni yengil qilishimiz uchun. Agar talaffuzimiz al-qamaruga o'xshab talaffuz yengil hisoblanganda, hamma misollarimizni xuddi shu shaklda talaffuz qilishimiz kerak edi. Lekin mana shu shaklda talaffuz qilish ba'zi bir misollarda qiyin bo'lganligi uchun ikkinchi shakli, ya'ni tashdid bilan o'qilish shaklini ham batafsil bir-biridan farqlarini inshaalloh misollarda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda al-hurufu shamsiyya, ya'ni shamsiy harflarni aliflom oldidan kelgan vaqtda lomni harakati o'qilinmasdan o'zidan keyingi harfga tashdid bo'lib o'tadiganlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi harf bu ta harfi ekan. Ta harfidan oldin aliflom keladigan bo'lsa, demak aliflomni lomini o'qimasdan, balki lomni o'zidan keyingi, ya'ni ta harfiga tashdid shaklida ko'chirar ekanmiz. Al-tajiru emas, at-tajiru shaklida. Bu ma'nosi hammamizga ma'lum, aniq bir tijoratchi degan ma'noni ifodalaydi. Keyingisi sa harfi al-thawbu emas, balki as-thawbu shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Keyingisi dal harfi al-diku emas, balki ad-diku shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Demak, har biri talaffuz qilayotgan vaqtimizda lomni harakati o'zidan keyingi harfga nima qilyapti? Ko'chyapti. Keyingisi zal harfi. Buni al-zahabu emas, balki
az-zahabu shaklida nima qilamiz? Talaffuz qilar ekanmiz. Keyingi ro harfi. Buni ham talaffuzi qiyin. Al-rajulu deb talaffuz qilish qiyin. Balki nima qilamiz? Ar-rajulu shaklida talaffuz qilamiz. Keyingisi za harfi. Az-zahratu. Al-zahratu deb talaffuz qilish talaffuzi og'ir. Tushunarlimi? Arab tili oson til. Buni nima qilamiz? Muhim bo'lgan jihatlarini o'rganib olishimiz zarur. Keyingisi sin harfi. Al-samaku emas, as-samaku shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, barcha lomni harfni ustidagi sukuni o'zidan keyingi harfga tashdid bo'lib ko'chyapti. Shinda ham xuddi shunday. Al-shamsu emas, ash-shamsu shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Keyingi misol sod harfi. Sod harfining talaffuzi ham xuddi shunday. Ya'ni undan oldin kelayotgan lomni al deb talaffuz qilsak, sodga og'ir talaffuzi. Ya'ni uni mahraji boshqa yerda, sodni mahraji boshqa yerda. Shu sababli as-sodru shaklida talaffuz qilamiz. Keyingisi dod harfi. Dod harfining talaffuzi ham lomni mahrajidan boshqa. Shu sababli al-doyfu emas, ad-doyfu. Keyingisi to harfi. Al-tolibu emas, at-tolibu. Keyingisi zo harfi. Al-zohru emas, balki al-zohru shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Barchasi talaffuzga oid. Shu sababli biz darsning boshida fonetik bo'lgan jihatni o'rganamiz dedik. Keyingisi lomni o'zi, ya'ni lom harfidan keyin yana bir lom kelsa, al-lahmu shaklida nima qilamiz? Talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni lomning harakati o'zidan keyingi harfga ko'chadi. Oxirgi misol nun harfi. Al-nawmu emas, an-nawmu shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Shamsiy harflarning bir umumiy jihati, bularning mahrajlari bilan lomning mahraji boshqa o'rindan bo'lganligi uchun talaffuzi qiyin bo'lmasligi uchun ularga nima qilamiz? Lomdan keyingi harflarga lomning sukuni tashdid sifatida o'tadi. Endi qomariy harflarda esa buni aksi. Ya'ni uni talaffuz qilayotgan vaqtimizda talaffuz og'ir bo'lmaganligi uchun lomning sukuni bilan talaffuz qilaveramiz. Mana misol uchun birinchisi hamza. Al-abu. Ko'ryapsizlarmi? Al-abu deganimizda al-abuda lomning talaffuzi qiyin emas. Shu sababli uni talaffuzini qilaveramiz. Keyingisi ba harfi. Al-babu. Bunda ham talaffuz og'ir emas. Keyingisi jim harfi. Al-jannatu. Lomni sukuni bilan talaffuz qilyapmiz. Keyingisi ha harfi. Al-himaru misol uchun. Ya'ni barcha misollarimizdagi talaffuz lomga qaratilgan. Ya'ni lomning harakati o'zidan keyingi harfga nima qiladi? Agar qiyin bo'lsa ko'chadi, qiyin bo'lmasa o'zining harakati bilan talaffuz qilamiz. Al-khubzu. Misol uchun xo harfida ham yoki ayn harfida al-aynu. Keyingi misollarimiz ham xuddi shunday. Ya'ni lomning harakati barchasi qiyin bo'lmaganligi uchun talaffuz qilinaveradi. G'oyn harfida al-g'ada'u. Lomning sukuni, ya'ni g'oyn harfiga ko'chmadi. Chunki bu qamariy harflar. Keyingisi fa harfi. Al-famu. Lomning harakati faga tashdid sifatida ko'chmadi. Chunki bular hammasi qamariy harflar. Al-qamaru. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, barcha misollarimizdagi lomning harakati talaffuzi yengil chiqyapti. Endi shamsiy harflardan buni farqli o'laroq. Keyingisi al-kalbu. Kaf harfi ham xuddi shunday. Ya'ni uni talaffuzi qiyin bo'lmaganligi uchun lomning sukuni bilan talaffuz qilaveramiz. Keyingisi mim harfi. Al-ma'u. Bunda ham xuddi shunday. Lomning sukuni bilan talaffuzni qilyapmiz. Ya'ni mim qiyin bo'lmaganligi uchun. Keyingisi al-waladu. Bunda ham talaffuz xuddi shunday. Keyingisi ha harfi. Al-hava'u. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu o'qiyotgan barcha misollarimdagi jihat bitta. Ya'ni lomning sukuni qiyin bo'lmaganligi uchun, misol uchun ya harfida ham xuddi shunday. Al-yadu. Qiyin bo'lmaganligi uchun o'zidan keyingi harfga tashdid bo'lib ko'chmayapti. Shu sababli ham bir umumiy jihat bor. Bu harflarning talaffuzi tilni uchi bilan bo'lmaganligi uchun qamariy harflarda lomni sukuni bilan o'qiymiz. Shamsiy harflarda esa tilni uchi bilan talaffuz qilinganligi uchun, mahrajlar tilni uchi bilan bo'lganligi uchun ularning talaffuzida o'zidan keyingi harfga tashdid sifatida ko'chadi. Tushunarlimi? Ya'ni qamariy harflarda tilni uchi emas, balki boshqa bir jihatlar, boshqa bir mahraj organlari ishtirok etganligi uchun ularning talaffuzi lomni sukuni bilan talaffuz qilar ekanmiz. Shamsiy harflarning aksarida tilni uchi bilan talaffuz qilinganligi uchun mahraj, o'sha sababli biz nima qilamiz? Bularni mahrajda o'zidan keyingi harfga nima qilamiz? Tashdid sifatida misollarni ko'chirar ekanmiz. Bugungi shu yergacha yetadi inshaalloh. Sizraviy darslarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatulloh.